Mana birodarlar, siz bilan bizni yurtimizda, mana ulamolar yurti bo'lgan Mavlonahr yerida yashab o'tgan ulamolarning bergan fatvosini sizlarga o'qib berdim. Albatta bu narsa siz bilan bizni bir mulohazaga, fikrga chaqirishligi kerak. Ulamolarni yomon ko'rishlik, ularda obro'ni to'kishlik kimga kerak? Ulamolarni obro'ni to'kishlikdan maqsad nima? Agar sizni mahallangizdagi olim, sizni mahallangizdagi imom odam ga nisbatan qalbingizda hurmatingiz, e'tiboringiz o'rnida tursa, siz uni gapini olasiz. Qilayotgan ishingizni xato ekanligini aytib tushuntiradi, haligini hurmat qilasiz, unga nisbatan qalbingizda hurmatingiz, haybatingiz bor, gapini olasiz, sizni tuzatib qo'yadi. Ammo agar shu odamga nisbatan, shu ahli ilmga nisbatan qalbingizda hurmatni yo'q qila olsa, dinimizning dushmanlari. Agar qalbingizda mana shu ilm ahliga nisbatan hurmat qolmasa, uni gapini olmaysiz. Binobarin, xato qilayotgan ishingizni aytsa ham uni olmaysiz. Shuning uchun ilmlilarni yomonlashlik, ilm ahllarini yomonlashlik, ularni obro'yini to'kishlikka harakat qilishlik dinimiz bu narsadan qaytaradi. Akalar, ukalar, ko'zimizni ochaylik. Kimga ergashayapmiz? Bu gapirayotgan gapimiz, bu qilayotgan fe'llarimiz orqasida bizga qanday xavf, qanday xatar turganligini bir o'ylab ko'raylik. Bizga kerakmi shu ulamolarni yomonlashlik? Alloh azza va jalla hammalarimizni haqda bardavom qilsin. O'zi rozi bo'ladigan to'g'ri yo'lga barchalarimizni hidoyat qilsin. Oqibatlarimizni xayrli qilsin. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu